kuni kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali Toshkent viloyati Ohangaron tumani hududida joylashgan qattiq maishiy chiqindi poligonida yong'in, tutash holatlari mavjudligi va bu tutunlar Toshkent shahrigacha yetib borayotganligi to'g'risida ma'lumotlar tarqaldi. Buni o'rganish maqsadida Toshkent viloyati Ohangaron tumani Yangi hayot MFida joylashgan poligonga chiqib o'rgandik. Poligonda yong'in, tutash holatlari aniqlanmadi. Ushbu poligon 2023-yil o'z faoliyatini to'xtatib, 24-yilda to'liq rekultivatsiya qilib, tuproq qatlami bilan ko'milgan. Bugungi kunda bu poligonimizga chiqindilar qabul qilinmaydi. Buni o'rnida poligonimizga tutash hududida 30 gektarli yangi poligon ochilgan. Bu poligonimiz jahon talablariga to'liq javob beradigan darajada qurib bitkazilgan. Bugungi kunda Toshkent shahridan chiqadigan barcha chiqindilarni yangi 30 gektarli poligonimizga qabul qilinmoqda. Ushbu poligonimizda suv quvurlari, membranalar mavjud bo'lib, unga chiqindilardan hosil bo'ladigan suyuqliklar quvurlar orqali suyuqlik yig'iladigan hovuzlarga borib tushadi. U hovuzlarda suvlar qayta ishlanib, filtrlanib, qishloq xo'jaligida foydalanish uchun yaroqli holga keltiriladi. Yana qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, poligonimizga tutash hududidan 14 gektar joydan Xitoy Xalq Respublikasidan investorlar jalb qilinib, chiqindilarni yoqib, uni elektr energiyaga aylantiradigan zavod qurilishi olib borilmoqda. Ushbu zavodning qurilishi yakunlanishi 2027-yilga mo'ljallangan. Ushbu zavod qurib bitkazilgandan keyin qabul qilingan chiqindilar ushbu zavodda saralanadi hamda yoqilib, elektr energiyasiga aylantirilib, aholini elektr bilan ta'minlash imkoniyati mavjud bo'ladi.